Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizning ishqibozlari. Biz Yevropa, Polsha davlatidamiz. Hozirgi kunda Yevropada texnologiya rivojlangan. Mana biz Polshaning Green Crops kompaniyasida amaliyotga kelganmiz. Hozirda bizni yerlarimizda karam ekilmoqda. Mana karam, salatlar har xil. Shularga yerga ishlov berishda bo'lni shunaqa texnikalardan foydalaniladi. Puluklarimiz 6 yarusli katta puluklardan foydalaniladi. Shunaqa yerda kesaklarni maydalab berishda ishlatiladi. Katta apparatimiz bu yerni yumshatib berishda ishlatiladi. Shular qatorida tomchilatib sug'orish texnologiyalari, yomg'irlatib sug'orish texnologiyalaridan foydalaniladi. Yerni bir tekis to'g'irlab berishda lazer tilnavoz foydalaniladi. Hamda shunaqa bir qator puluk, diska apparatlarimiz foydalaniladi. Polsha Green Crops kompaniyasi.